ibn Ataulloh Sakandari hikmatlaridan. Esimda, men bir marta sizlarga aytib bergan edim, ey do'stlarim. Mana biz hozirda ibn Ataullohning hikmatlaridan o'rganib kelyapmiz. Alloh azza va jalla menga hikmatlarni sharh qilib berish vazifasini topshirgan ushbu ish jarayonida bir hikmat oldida to'xtalib qoldim. Va uning ma'nosini unutib aniqlay olmadim. Ushbu hikmatning sharhiga yetib kelganimizda ham uning ma'nosini tushunmaganimni va unga bizning saviyamiz yetmasligini aytganimni eslayman. Keyinchalik do'stlarimizning talablariga binoan ushbu hikmatlar sharhini yozishga kirishdim. Yozish asnosida yana o'zim ma'nosini unutgan o'sha hikmatga yetib keldim. Lekin uni yozish vaqtida undan o'tib ketishimga kuchim yetmay, uning oldida to'xtalib qoldim. Chunki yozish orqali unga ta'rif berish qiyin ish. Shu vaqtda men uchun Qohirada bo'layotgan muhim bir anjumanga borish imkoni bo'lib qoldi. Ibn Ataulloh esa ana shu yerda dafn etilganlar. Alloh azza va jalla menga u kishining qabrlarini ziyorat qilishni nasib etdi. Ibn Ataulloh Sakandari rahmatullohi alayhni ziyorat qildim. U yerda Alloh taoloning kalomidan menga muyassar qilinganini tilovat qilib, tilovat so'ngida Alloh taologa duo qildim. لمهمة علمية لمؤتمر نحو ذلك، وابن عطاء الله مدفون هناك، فيسر الله عز وجل لي زيارة قبره. Duolarim orasida Alloh taolodan Ibn Ataulloh iroda qilgan ushbu hikmatning ma'nosini tushunishimga ilhom berishini ham so'radim. Allohdan menga ilm berishini tiladim. Keyin ushbu hikmatning ma'nosini tushunib yetdim. Ish tugab Dimashqqa qaytib kelganimda o'zim yozgan sahifalarimga yana murojaat qildim va uning sharhini tamomladim. Men ham oddiy bir insonman. Alloh menga ilhom berib, ushbu hikmat o'z ichiga olgan ma'noni bildirdi. Ertalabdan kechgacha ushbu hikmatning bayonida 10 sahifa sharh yozdim. Xo'p, endi bu ilmiy bilimmi? Yo'q aslo. Bu Alloh azza va jalladan bo'lgan ilhomdir. Alloh aytdiki, sen menga duo qilgan eding. Mana, men duoingni ijobat qildim. Yoz. Bu hikmatning ma'nosi shunday. Allohga qasamki, endi men sizlarga maqtanib, ushbu kalomning nozik haqiqatlarini ilmim bilan qanday anglaganimni ko'rib qo'yinglar, deyishim aql va mantiqqa to'g'ri keladimi? Agar men shunday deydigan bo'lsam, Alloh subhanahu va taologa uydirma to'qigan bo'laman.